Halima Xudoyberdiyeva hayoti va ijodi. Halima Xudoyberdiyeva O'zbekistonning atoqli shoira, adiba va jamoat arbobi sifatida o'zbek adabiyotida muhim o'rin egallaydi. U 1947-yilda tug'ilgan bo'lib, butun umri davomida ona vatan, ayollar taqdiri, muhabbat va insoniylik haqida ko'plab badiiy asarlar yaratgan. Uning ijodi o'zbek she'riyatida o'ziga xos ohang va samimiy tuyg'ular bilan ajralib turadi. Shoiraning asarlari ichida Chaman, Oqibat, Bobo Quyosh, Hijron daftari, Begim kabi she'riy to'plamlari alohida ahamiyatga ega. Uning she'rlarida inson qalbining nozik kechinmalari, vatanga bo'lgan sadoqat va hayot haqiqati aks etgan. Ayniqsa, ayollar mavzusi Halima Xudoyberdiyeva ijodining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ayollarning jamiyatdagi o'rni, ularning dard va orzularini teran ifodalaydi. Shoiraning ijodi bugungi kunda ham yosh ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. U o'zbek adabiyotida chuqur iz qoldirgan va adabiy merosi hali uzoq yillar davomida qadrlanib o'qilishi shubhasiz.